Assalomu alaykum qizlarjonlar, hammalarga xayrli kun. Bugun bizada minnatdorchilik marafonini 19-kuni. Qizlarjonlar, bugungi vazifa shundan iborat bo'ladiki, bugun biza o'sha doim qayg'uradigan, masalan, farzandimiz bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'imiz bo'lishi mumkin, ota-onamiz bo'lishi mumkin. Xullas, kimnidir o'zgarishini juda ham xohlaymiz yoki kimnidir sog'lig'i haqida qayg'uramiz. Kimdir, masalan, qaysidir yaqin insonimiz ichishi tashlashini xohlaymiz yoki qaysidir yaqin insonimiz zo'r o'qishini xohlaymiz yoki qaysidir yaqin insonimiz o'qishga kirishini xohlaymiz yoki farzandlarimiz sog'lom bo'lishini xohlaymiz yoki ota-onamiz sog'lom bo'lishini xohlaymiz yoki qaysidir yaqinimiz, akamiz, ukamiz, singlimiz, opamiz yoki qaysi birlaridir o'sha moliyaviy erkinlikka chiqibda, masalan, o'sha boyib ketishini xohlaymiz yoki qarzlardan qutulishini xohlaymiz yoki kasallikdan tuzalishini xohlaymiz yoki qaysidir yaqinimiz farzandli bo'lishini xohlaymiz. Mana xuddi shunaqa bugun 3 ta yaqinimizni tanlab olamiz. Birinchi vazifa, siz bugun kuzatib ko'rasiz, o'zingiz hayotingizdan qaraysiz, siz uchun o'sha eng muhim bo'lgan insonlar va ulardagi nimani qanaqa ko'rishni xohlaysiz? Ulardagi qaysi sifatlari yaxshilanishini xohlaysiz yoki qanaqa bo'lishlarini niyat qilgansiz? Mana shu bo'yicha biz 3 ta insonni tanlab olamiz. Bu birinchi vazifa bo'ladi. Ikkinchi vazifa shundan iborat bo'ladiki, o'sha tanlab olgan 3 ta insonimizni rasmlarini oldimizga qo'yamiz va o'sha rasmlarga qarab turib, ularni his qilamiz. Ularda shunaqa ham o'sha aytganimizdek sog'lig'idan qayg'urayotgan insonimizni sog'lig'i yaxshi bo'lib ketib, kayfiyatlari shunaqa zo'r bo'lib yoki bo'lmasa yaxshi bo'lib ketayotganini, siz bilan munosabatlarini yoki bo'lmasa farzandingiz o'sha sog'lig'i yaxshilanayotganini, o'ynab kulib chopib yurganini yoki bo'lmasam o'sha qaysidir yaqiningiz farzandli bo'lishini xohlaysiz, uni o'sha homilador bo'lib o'sha farzand ko'rganini yoki ota-onangiz uzoq umr ko'rishini xohlaysiz yoki o'sha ko'pchilik orzu qiladigan, masalan, umraga borishlarini xohlaysiz yoki hajga borishlarini xohlaysiz. Biza yaqinlarimizga nima xohlayotgan bo'lsak, mana shu narsalarni xuddiki amalga oshgandek qilib tasavvur qilib, aynan o'sha narsalarga minnatdorchilik bildiramiz. Masalan, o'sha oddiy farzandingiz misolida aytadigan bo'lsam, o'sha farzandingiz ko'z oldingizga keltirib, uni o'sha juda ham sog'lom bo'lib, kayfiyatlari zo'r bo'lib, o'sha doktorga ehtiyojingiz yo'qdek, juda ham xursandsiz, sog'lig'i zo'r, yaxshi, hammasi aynan o'sha holat uchun minnatdorchilik bildiraman. O'sha holatingizni his qilasiz va shu farzandimiz sog'ligi uchun minnatdorchilik bildiraman. Shunaqa kayfiyati zo'r bo'lib, o'ynab kulib yurgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Mana shunaqa hislar bilan birga qo'shib minnatdorchilik bildiramiz. Boshqa insonlarimizga ham, boshqa yaqinlarimizni ham xuddi shunaqa tasavvurimizga olib kirib, o'sha tasavvurimizda ulardagi o'zgarishni his qilib, o'shandan xursandchiligimizni his qilgan holatda minnatdorchilik bildiramiz. Masalan, savol tug'ilishi mumkin, bir xillar juda ham oydinlashtirgisi keladi yoki boshqa qilgisi keladi. Bu holatda o'zingiz ssenariy qilib olsangiz bo'ladi o'zingizga. Bu juda ham zo'r ishlaydigan texnika. Masalan, o'sha sog'lig'i yomon bo'lgan yaqiningiz sizga telefon qilib, o'sha tez orada sizga telefon qilib, o'sha sog'lig'i haqidagi yangilik bilan bo'lishyapti. Yoki bo'lmasa o'sha farzandli bo'lishini xohlayotgan yaqiningiz ular telefon qilib, homiladorligi bilan bo'lishyapti yoki sizga olib kelib UZIsini ko'rsatyapti, testini ko'rsatyapti. Yoki bo'lmasa qanaqadir shunaqa xush xabarni eshityapsiz yoki o'zi sizga aytib beryapti, siz bilan bo'lishyapti. Mana shunga o'xshagan. Yoki masalan bo'ladi bir xilda, mana qanaqadir shunaqa yangi xabar eshitdingiz, sizga yoqadigan. Mana o'sha sog'lig'i haqida eshitdingiz, boya aytganimdek homiladorligi haqida eshitdingiz yoki nimadadir g'olib bo'lgani haqida eshitdingiz yoki qanaqadir sizga yoqadigan. O'sha paytda qanaqa xursand bo'lasiz. Voy Xudoga shukr, mana voy yaxshi bo'pti, voy Xudoga shukr. Mana shu hissiyotlar bilan minnatdorchilik bildiramiz.
Bu narsani masalan ko'chada ketyapsiz, faqatgina yaqinlarga emas, buni odat qilsangiz bo'ladi. Ko'chada ketyapsiz, bilyapsiz, qaysidir odamga sog'liq yetishmayapti, qaysidir odamga boylik yetishmayapti, qaysidir odamga baxt yetishmayapti. Tasavvur qilasiz, sizni qo'lingizda shunaqa Alloh taolo sizga sehrli tayoqcha berib qo'ygan. Siz qaysi insonga yaxshi tilak bildirsangiz, o'shanda mana his qilsangiz, shu narsada sizni sehrli tayoqchangiz ishlab ketib, o'sha odamga ta'sir qilaveradi. Kakta mana shunaqa his tuyg'u bilan qilsangiz, bu juda ham zo'r amalga oshadi. Chunki siz boshqaga berayotgan yaxshi tilagingiz bu har doim o'zingizni shotingizga qo'yayotgan pulga o'xshaydi. Faqat sizga plyus bo'lib qaytib kelaveradi. Aslida berganingiz sizniki bo'ladi. Shuning uchun masalan o'sha oddiy ko'chada ketayotganingizda ham shu narsalarni prosta tak от души neytral holatda voy bechara ekan, voy mamnaqa ekan, voy demasdan neytral bo'lgan holatda masalan hech narsa adolatsizlikda bo'lmaydi. Alloh har bitta narsada adolat qilgan. Shu narsani his qilgan holatda prosta duo qilgan bilan teng bo'lib, Allohimda shunga shunaqa bo'lishini masalan o'sha tilayman desangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa shu odam ham xursand bo'lib srazu hozir mana kartasiga pul tushib xursand bo'ldi, yoki qanaqadir darslardan yengil oson o'tib oldi, ongi ochilib ketdi yoki nimadir bo'ldi. Mana shunga o'xshagan yoki sog'liq haqida yaxshi informatsiya eshitdi. Xuddi shunga o'xshagan hissiyotlar bilan minnatdorchilik bildiramiz. Bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsam faqat yaqinlarimiz emas, o'sha boshqa hammaga ham bildirsangiz bo'ladi demoqchiman. Yana bitta narsa, masalan o'sha vedический ta'limotda shunaqa narsa bor. Masalan, bizning dinimizda ham bor, islom dinida ham bor bu narsa. Inson o'zidagi hasadni yo'q qilmoqchi bo'lsa, o'sha kimga hasad qilayotgan bo'lsa, o'sha insoniga yaxshilik tilashi va uni rivojlanishi uchun duo qilishi, rivojlanayotganini tasavvuriga olib kelib, o'sha narsa uchun minnatdor bo'la olishi deyiladi. Kimiki ichida shunaqa hasad tuyg'usi bo'lsa ham, aynan bugungi kundagi o'sha minnatdorchilikki bugungi vazifasi shu narsadan xalos bo'lishga ham yordam beradi qizlarjonlar.